Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 9 ta viloyat aholisi ogohlantirildi. 4-7 aprel kunlari sel suv toshqin hodisalari O'zbekistonda yuz beradi. Tezda barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, joriy yilning 4 va 7 aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Samarqand viloyati, Navoiy viloyati, Jizzax, Toshkent viloyati, Namangan viloyati, Farg'ona viloyati, Andijon viloyati, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtabod tumanlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchi hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi O'zgidromet xabarida. Respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli ham bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin, deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib ogohlantirib qo'ying.